sizde? Bizda 180 tutgandir bor. 4 yil. Buni ekkandan keyin sug'oramiz. Bu ser suv narsa. Ko'p suv, qancha suv ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Suvdan qisilsa, mevalar nochor bo'lib qoladi. Yerimiz, o'sha yerimiz 54 sotik. Buni 20 sotigiga anjir ekkan. Qolganiga qora ekan. Bodring, qovun, qora ekan, rediska, periska. Anjir bir meva ekan. Anjir o'zi 3 yilda meva ekiladi ekan. Bir meva ekildi, bir yildan sotamiz. Kilogrammi bu shtukka sotiladi. Shtukka bor. Shtukka sotiladi. Shtuk qanchadan? Shtuk bir qandaydir anjir arzon. 1,5 so'm, 2 so'm shunday bo'lyapti. Kuniga shu 200 ta, 250 ta shtuk sotamiz. Bunda qurtlarga qarshi bakteriya sepish kerak ekan. Biz ham endi o'rganyapmiz, to'g'ri. Tayiga o'g'it berish kerak ekan. Go'ng bori, azot, shunday narsalar berish kerak. Faqat mevaga kirishdan oldin azirqisi уже pozdno. Bir yilqisi bo'ladi, azirqisi bo'ladi. Просто keyingi javob. Nima? Bu o'rtasida chiqqan yangi ko'chatlardan o'tamiz. Bo'ladi. 40 paslik jaylik ketadi. Qaysi vaqtda qilasizlar? Kuzda. Bir yil meva kirdi, bir yil bilamiz endi. Yilga o'sha 1 oy, 1,5 oy meva qiladi. Buna boshlandi. 10 kunlar versa bo'ldi. Shu bahorda boshlaydi. Bu o'raladi, qishda o'ralar ekan. Pohol bilan o'raladi. Yo bahorda ochiladi. Shundan boshlab meva monolar solishni boshlaydi. Solib ko'payaveradi. Nemeni o'rotdingiz? Sizlar o'zingizlar o'rab qo'ysizlar. Pohol bilan. Shalini o'zingizlar o'rab qo'ysizlar. O'rolsin deymiz. Suv o'radi. Har birini o'rab chiqasizlar. Har birini o'rab chiqadi. Qo'qol nimani nimasi bilan? Shalini o'ti bor. Asfalt hamma ekinda o'ziga yarasha asfalt bor. Qanday yarasha bor? Удобренияsiga расход qilinadi. Bunga boyag'inda aytgandek suv главный. O'ta ser suv nima ekan? Ekin ekan. Undan keyin shu bahorda bitta, qishda, kuzda oxirinda bitta qattiq mehnati bor. O'raladi, chechiladi. Bu tay salqinligi hisobiga kunduzi ham bo'laveradi. Agar salqin tushmasa qurib qolishi mumkin. Hozircha shu mevasidan paket ko'chat yo'q. 50-60 примерно, приблизительно anaqa olish mumkin. Bu narsani bilmayman, shu paytda u shtukka sotilgan. Kilogramga sotiladi. Qo'nishlar oldin andirda shtugi 5 so'mdan 10 so'mga bo'lgan uchun normalniy foydalanishgan. Hozir bir yil unday emas. Hamma rizqi bor, rizqiga yarasha bo'lyapti. Biz ham nolimaymiz. Masalan, arzonligidan yo bo'lmasa ko'pligidan nolimiz. Hammani rizqi bor. Bizni Mo'majemish bozorida, Aravonda, nimada, o'shda. Klientlar bor. Hozir shu turishini bilib bir bola tashab ishga ketadi. O'sha ham olib keladi. Masalan, har kuni 250-300 ta qilib olib ketadi.